Do'stlar, va nihoyat Umra yo'llanmalari qo'limizda. Mana do'stlar, to'rtta umra yo'llanmasini biz Andijonga kelib mana qabul qilib oldik. Endi ularni podpischilarga tarqatamiz. Do'stlar, qaranglar, mana Raya kompaniyasidan to'rtta obunachimizga tarqatishimiz kerak. Faqat sharti Rayaga obuna bo'lgan bo'lishi kerak. Rayaga obuna bo'lib qo'ysalaring bo'ldi. Efirda aniqlaymiz va viloyatlarga borib aniqlaymiz. Hozir biz Andijondamiz. Va do'stlar, mana shu Raya akkaunti ertalabgacha 300 mingta bo'lib ketadigan bo'lsa, bitta umra yo'llanmasi Jizzaximizga ketgan. Shu bitta umra yo'llanmani vodiyga berib ketamiz. Nodirbek, Andijonga yoki Namangan, shu vodiy territoriyasiga berib ketamiz do'stlar. Davay kommentni yondirib olinglar. 300 ming komment bo'lsa, ertalabgacha biz Andijonda qolamiz. Agar 300 ming bo'lmay qolsa, biz Namanganga boramiz. Davay do'stlar, bosinglar, Rayaga obuna bo'lib qo'yinglar. Do'stlar, sizlarga bir yutuq sirini aytib qo'yay do'stlar. Shu videoga like bosib 30 ta 40 ta do'stinglarga jo'natib qo'yinglar. Nodirbek aytgandek komment yondirsanglar, sizlarning yutish imkoniyati katta bo'ladi. Men yozuvdim, yutolmayapman bo'lmasin. Shuning uchun albatta shu videoni jo'natgan bo'lishinglar kerak. Albatta like bosgan bo'lishinglar kerak, obuna bo'lib qo'ygan bo'lishinglar kerak. Keyin do'stlar, hozir biz efir boshlaymiz. Efirda 100 ming so'mdan 10 ta odamga tashlab beramiz. Agar efirda, jonli efirda 20 mingtadan oshib ketsa odam, $100 har bitta o'yin. Nodirbek aytgandek, efirimiz 20 mingtadan o'tib ketadigan bo'lsa, $100 har bitta insonga tashlab beramiz. Do'stlar, eng katta sovg'a Qosim vodiyga. Do'stlar, kuzatinglar, Rayaga obuna bo'lib qo'yinglar bo'ldi.